telefon qilib yana bir kelib keting deyishdi, ozgina qiyinchiliklar, muammolar bo'lyapti deyishdi. Bu muammolar butun O'rta Osiyoda, butun dunyoda desa ham bo'ladi, gullash masalasi. O'simlikning o'sha gullash masalasi, o'simlik meva berib guldan to'xtab qoladi. Mana o'sha masala bo'yicha bugun chaqirishgan. Men endi qisman o'zim aytib ketaman. Nazariyatlardan yondashganda pomidorlarda, bodringlarda, Tbilisida yetishtiriladigan shirin qalampir, baqlajonlarda kun qisqarib ketishidan keyin o'sha o'simlikning gul chiqarishi, guli qotib qolishi, gulini tushib ketish holatlari ko'p bo'ladi. Buni asosiy sababi o'simlikka fotosintez yetmasligi. Fotosintez yetmasligi u yorug'lik. Ikkinchisi issiqlikni normada bo'lmasligi, havo muvozanatini kechasi sovib ketib, kunduz kuni birdan isib ketishi. Keyingi masala o'sha yorug'lik. Noyabr, dekabr, yanvar oylarida kunlar qisqarib ketadi. Buni hammamiz bilamiz. O'sha qisqarib ketgani hisobiga fotosintez bo'lmaydi. O'simlik o'ziga kerakli ozuqalarni, makro, mikroelementlarni o'zlashtira olmaydi. O'shaning hisobiga gul to'kadi.